Ramazonjon, yaxshimi hamma yo'q? Xo'p, akamiz Qoraqalpog'iston Respublikasidan, Beruniy tumanidan. Assalomu alaykum hammaga. Men Beruniydanman. Sherzod akaga katta rahmat. Mana takliflarimiz cho'qli qilib berdi. Iloji soprovojleniya bilan mana o'zi ko'rib ishga joylashtirgani keldi. Xudoga shukr, mana yetib keldik. Tavsiya qilaman hammaga. Lutfullo ukamiz Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidanman. Mana kelinglar, akalar, opalar. Men keldim. Ishonchli joy bizni kutib olishdilar. Soprovojleniya ham kutib ham bo'ldilar. Aha. Xudo xohlasa mana birinchi urinishda vizalarni qo'lga kiritdi. Ukamiz Sherobod tumanidan. Bolgariya qanaqa ekan? Yaxshi ekan, chiroyli shaharmi ekan? Chiroyli joylar, Ishda ko'rmagan joylar. chiroyli insonlar. Faqat bu yerda aynib ketib qolishimga yo'q. Pulni topib, uyga jo'natib, kamko'z qilib, nima maqsadda kelganingizni esingizdan chiqarmang. Bu yerda hammamizni yaqin insonlarimiz kutyapti. Shuning uchun unutib qo'ymaylik, qo'ygan maqsadimiz sari intilaylik, hayotimizni yaxshilaylik.